2026 yilgi Suzuki Jimny bu mashhur kichik off-road avtomobilining eng so'nggi avlodi bo'lib, u o'zining ixcham o'lchami, kuchli yo'ldan tashqari imkoniyatlari va soddaligi bilan butun dunyoda mashhurlikka erishgan. Yangi model yanada zamonaviy dizayn, yaxshilangan texnologiyalar va samarali dvigatel bilan ta'minlangan. Suzuki Jimny 2026 versiyasi tashqi ko'rinishda o'ziga xos burchakli shaklni saqlab qolgan, ammo unda ayrim nozik o'zgarishlar kiritilgan. Old panjara yangilangan, LED faralar ilgor yoritish tizimiga ega. Gildirak dizayni ham zamonaviyroq tusda. Bu model turli rang variantlarida, jumladan 2 rangli kuzov kombinatsiyasida ham taqdim etiladi. Bu esa unga yanada sarguzasht ruhini beradi. Salon qismi soddaligi va funksionalligi bilan ajralib turadi. Yangi multimedia tizimi 9 dyumli sensorli ekran bilan jihozlangan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Ichki makonda sifatli materiallardan foydalanilgan, o'rindiqlar ergonomik shaklda bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni ta'minlaydi. Texnik jihatdan Jimny 2026 1.5 litrli benzinli dvigatel bilan ta'minlangan bo'lib, taxminan 102 ot kuchi ishlab chiqaradi. 5 pogonali mexanik yoki 4 pogonali avtomatik transmissiya variantlari mavjud. Eng muhim jihati, bu modelda to'liq gildirakdan tortish tizimi, tortud, standart tarzda o'rnatilgan bo'lib, u togli hududlarda, qumli yoki loyli yo'llarda yuqori darajada ishonchli boshqaruv imkonini beradi. Yangi Jimny xavfsizlik sohasida ham sezilarli o'zgarishlarga ega. Avtomatik tormoz tizimi, yo'ldan chiqib ketishni ogohlantirish, tormoz yordamchisi va haydovchi e'tiborini kuzatuvchi tizim kabi funksiyalar mavjud. Yoqilgi sarfi esa o'rtacha 6.5 litr atrofida bo'lib, bu sinfidagi off-road avtomobillar orasida juda yaxshi ko'rsatkich sanaladi. 2026 Suzuki Jimny nafaqat shahar sharoitida harakatlanish uchun qulay, balki haqiqiy sarguzasht izlovchilar uchun ham mukammal tanlovdir. U ishonchliligi, ixchamligi va oson boshqarilishi bilan kichik suvlar orasida o'z o'rnini mustahkam egallagan. Agar siz tabiat qo'ynida sayohatni, tog' yo'llarda haydashni yoqtirsangiz, yangi Jimny sizga kerakli hamroh bo'ladi.